to'g'risini aytaman, men dars vaqtida umuman kadrga chiqishni xohlamayotgandim. Sababi to'liq ekran bo'lsa, yana ham tushunarliroq bo'ladi, e'tibor chalg'itadigan narsa bo'lmaydi deb o'yladim. Lekin ayrim narsalar bor ekan, to'g'ridan-to'g'ri tushuntirib ketish kerak ekan. Shu uchun tushuntirayotgan vaqtimda kadrdaman bo'laman, qolgan payt faqat monitorda o'zi bo'ladi, men ko'rmayman. O'rtada endi bir chekkada men chiqib turadigan bo'lsam, непонятный bo'lyapti to'g'risi. Sizlarga ham o'sha men turgan joyning orqasidagi narsa ko'rinmaydi. Bundan ko'ra to'g'ridan-to'g'ri ekranning o'zi bo'lgani menimcha yaxshi. Demak, birinchi pulligini qanday qilib o'rnatish haqida gaplashib o'tamiz. Qaranglar. Любой bitta brauzerga kirasizlar. Farqi yo'q. Xohlasangiz Chrome'ga, xohlasangiz Yandexga, xohlasangiz Microsoft Edge'ga, xohlagan brauzerlarga kirasizlar. Istagan brauzerlarga kirganingizdan keyin yozasizlar. Adobe, просто Adobe deb yozsalaring chiqadi. Birinchi chiqqan saytga shuna kirasizlar. adobe.com. Kirganingizdan keyin mana bunaqa narsa chiqadi. Ro'yxatdan o't deydi. Все, ro'yxatdan o'taman deysiz. Через Google o'tsalaring ham bo'ladi. Agar Google akkauntlaringiz sizlarda bo'lmaydigan bo'lsa, Google akkaunt bo'lmasa, mana bunaqa yozuv chiqadi. Shuni bossalaring, meniki email adres yoz deydi. Istaylar Yandex pochta yozinglar, istaylar email yozinglar. Mail.ru dan xohlasalaring Googledan yozinglar. Google yozsalaring udobniyroq sizlarga, chunki pul to'layotgan paytlaringda через Google Pay to'lanadi. Google Payda xohlagan paytlaring podpiskani o'chirib qo'ysalaring bo'ladi. Ya'ni pul to'lashni o'chirib qo'ysalaring bo'ladi. Xohlagan paytlaring yoqib qo'ysalaring bo'ladi. Ancha udobniyroq. Adobe o'ziga kirib, o'chirib, yoqib, qiynalib o'tirmaysizlar. Hozir ularni ham tushuntirib ketaman. Xo'p. Adobe yozdik. Birinchisiga kiramiz. Kirganimizdan keyin через Google просто bossak, o'zi avtomatik kirib ketadi. Mana bunaqa narsa chiqadi. Google akkauntlaringizni belgilaysizlar, bo'ldi kirib ketadi. Qo'shimcha nimadir qilishlaringiz shart emas. Parol yoki tuda-tuda u yoq narsalar hammasi Google'da o'zi parol menejerda turadi. Mana bu yerga Chrome'da kirsalaring, настройкаga o'tasizlar. Настройка o'tgandan keyin автозаполнение и parol degan joyi bor. Shuni bossalaring, mana shu yerdan полный способ оплаты degan joyga kirsalaring, ulangan kartalaring Google Pay chiqib turadi. Qaysi nimaga podpiska bo'lsalaring, o'shuni mana shu yerda ko'rsatib turadi. Hozir просто men sizlar boshqa akkauntdan ko'rsata olmasdagi, sababi bu akkauntdan men pul to'lamaganman. Tushunishlaring uchun. Mana bu yerda strana belgilaysizlar. Strana, язык и так далее, так далее. Просто belgilaysiz. Mana bu yerda akkaunt o'zi mana. Buni tumaloqda shuni bosasizlar. Посмотреть uchun запись bosasizlar. Bosganlaringdan keyin chiqadi mana bu yerda. Saytga kirganlaringdan keyin o'sha yumaloqni bosasizlar, bosganlaringdan keyin qarasalaring, mana bu yerda mana bunaqa narsa turadi. Ya'ni $11.99 shu narsani sotib olsang bo'ladi deyapti. Plan deyiladi fotograf. Fotograflar uchun mo'ljallangan plan bu. Agar siz fotograf bo'ladigan bo'lsangiz, $12 ga shuni sotib olib ishlatsangiz bo'ladi. Посмотреть другой plan shuni bossalaring, qolganini chiqarib beradi. Bu X bosib chiqib ketsalaring ham bo'ladi. Mana. Bu yerda har bitta programmani o'zini narxi. Adobe Premiere Pro ni o'zi $22.99 oyiga. Har bitta mana After Effects ham shu $23 dan hisoblasang bo'laveradi. $23 dan hammasi, Adobe Stock'da o'zi $23. Полный hammasini agar alohida sotib olsalaring juda qimmatga tushib ketasizlar. Mana bu yerda hamma Adobe chiqargan programmalari bor mana $59, $60 turibdi. Shuni o'zini bosasizlar. Bosganlaringdan keyin mana bu yerda chiqarib beradi. Nimalarni sotib olishlaring o'sha senaga. Mana shu yerda chiqqan hamma programmalar tak dalay hammasini chiqarib beradi. $59 turibdi. Bu yerda 1 yillik to'laydigan bo'lsalaring, agar 14 kun besplatnisi bor, bunda ham 14 kun besplatni, bunda besplatnisi yo'q.
kontrol bosasiz. Bosgandan keyin karta nomer tuzasida shunaqa narsalar so'raydi. Mana bu qolgan narsalar so'raydi. So'ragandan keyin shu yerga karta nomerlaringni hamma narsani terib, karta nomerlaring necha bo'lsa hammasini terasizlarda viza karta kerak bo'ladi bu yerga. Terganlaringdan keyin hamma narsa chiqadi. Всё, bo'ldi, aplatani qilsalaring bo'laveradi. Shunaqa. Qo'shimcha boshqa narsasi yo'q. Mana bu yerda Adobe Stock degan joyini mana uni X bosib qo'yishlaring kerak bo'ladi. Shunda sizlarga ancha osonroq tushadi. Endi studentskisi bor, talabalikniki bor, bu arzonroq. 3 barobar skidkasi bor uni. Hozir uni ko'rsatib o'tdim. Bundoq qarasalaring, talabalar va o'quvchilar maktab va universitetlar turibdi. Jismoniy shaxslar, oddiy odamlar uchun biznes, talabalar, o'quvchilar, maktab va universitetlar. Student ustozlari bossalaring, mana $19.99 turibdi hamma programmaga. Buni bossalaring, isho yana sizlarga qo'shimcha boshqa sinalarni ham ko'rsatib beradi. Mana 100 GB anaqa beradi. Creative Cloud'dagi hamma programmalar $35. Bunda $330 deyapti. Shu yerdan bemalol ko'rsalaring bo'ladi. Mana student va o'qituvchilar uchun. Shuni bosib, mana uni bosib, qo'shimchasiga 30 kun Adobe Stock'ni bosib qo'yishlaring shart emas. Xohlasangiz bosinglar, xohlasangiz bosmanglar, lekin doполнительный pul ichadi bo'lmasa. Buni bosasizlar. Bu Now degan joyni bosasiz. Bosganingizdan keyin senani ko'rsatadi. Mana. Save 62% anaqasi bor, skidkasi bor deyapti. 1 yilga, oyga. Control. Mana $22.39 turibdi. 12% NDS, O'zbekistonda NDS'ini olib qoladi. $22.40 bunga to'laysiz. To'laganingizdan keyin men bu qo'shasanmi mana uni deyapti. Yo'q, qo'shmayman deb отказ berib yubordim. Mana polniy Adobe Creative Cloud'da hammasi $22.40 turibdi. Karta nomeringizni yozasiz. Yozganingizdan keyin viza karta bo'lishi kerak. Ism, familiya, tuda taktari. Hammasini yozib turib, telefon nomeringizni pastga yozasiz. Yozib bo'lganingizdan keyin kontrol identifikatsiyadan o'tkazaman deb shuni bosganingizdan keyin o'sha identifikatsiyadan o'tadi. Keyin pul to'lab bo'lganingizdan keyin akkauntingiz mana bunday qilib qoladi. Xo'p. Bu pul to'langan akkaunt. O'zimniki bu, постоянно pulini to'lab ishlatadiganim. Mana viza karta ulangan. Menda ham xuddi shunaqa $22.40lik universitetda ishlayman. Shu sababdan bemalol olsam bo'ladi. Shu uchun bundan olgan, buni sotib olganman. Bu platnisi hamma narsani qilib bo'lganingizdan keyin, pulini ham to'lab bo'lganingizdan keyin nima qilasiz? Mana bu yerda mana kirsangiz, mana your plan, sani planing tarif rejim deyapti. Shuni bossangiz, sizni hamma ishlatishingiz mumkin bo'lgan programmalar hammasini ko'rsatib beradi. Mobilda bossangiz, mana telefonda ishlatish mumkin bo'lgan programmalar, Adobe Premiere Pro Rouge, CapCut bilan Vendan ko'ra ancha yaxshiroq. Shuma podaliniya ham yaxshi beradi, Color'da ham hamma narsani yaxshi beradi. Siz platnisini ishlatayotganingiz uchun дополнительный qo'shimcha yana funksiyalar ochiladi. Web. Через internet ishlashingiz mumkin bo'lgan. Adobe Failfry eng ko'p asqatadigan narsa, sababi misol uchun siz zелёный fonda yoki bo'lmasa bitta turguchi xonada kadr olayotgan bo'lsangiz, atrofingizga boshqa narsa qo'ymoqchi bo'lsangiz, shunda mana shu ilovada bemalol shu narsani qo'yishingiz bo'ladi. Iloji bor shuni. Xo'p, hammasini qilib bo'lganingizdan keyin, pulini to'lab bo'lganingizdan keyin bitta narsa kerak, prosta
Creative Cloud Dolant deb yozasiz. Yozsangiz birinchida chiqadi. Shu birinchisini prosta bosasiz. Bosganingizdan keyin Creative Cloud o'zi chiqadi. Загрузка Creative Cloud bo'lma. Mana bu narsani o'zi chiqadi. Necha загрузка bosasiz и все, открыть папка. Men ko'chirib bo'lganman o'sha. Ustiga 2 marta bossangiz, mana bunaqa narsa chiqadi. Siz o'rnatishingiz ham shart emas. Уже o'zini o'zi o'rnataveradi. Ustanovka ketdi, bo'ldi. O'zini o'zi o'rnataveradi. Menda Creative Cloud bor, shuning uchun to'liq tugamadi. Ustiga 2 marta bosib kirganingizdan keyin o'zini o'zi ustanovka qiladi. Qilib bo'lgandan keyin sizdan akkauntga kir deb so'raydi. Profilga kir deb so'raydi. O'sha profilga kir deb so'raganda mana bunaqa narsa chiqib turadi. Menda Ibrahim Ibragimov turibdi. Sizlarda hech narsa chiqmaydi. Shu yerda mana bu rasmchani o'zi turadi. O'shani shuni bosib turib ustiga bosganingizdan keyin через Google Wicht bor. Agar Google orqali kirgan bo'lsangiz, Yandex orqali kirgan bo'lsangiz yoki boshqa brauzer orqali kirgan bo'lsangiz, o'sha brauzer orqali kirish bor. Kirishni bosasizlar, bosganingizdan keyin bo'ldi, o'sha brauzer orqali avtomatik kirib ketadi. Любом случае, agar mabodo bo'lmay qolsa, telefonda programmasi bor. Bitta mana account unaqa degan programmasi bor. Men darslikda qo'shib ketaman bu narsani. Shu telefon programmasini o'rnatib qo'ysalaring, shunga o'sha akkauntingizga kirib qo'ysangiz, ya'ni Adobe akkauntingizga kirib qo'ysangiz bo'ldi. Kirganlaringda login parol so'raydi, yozasizlar. Parolni o'sha anaqadan olasizlar. Hozir ko'rsatgan joyimdan, ya'ni mana bu joydan olasizlar. Parolni spособ оплаты Google Manager parolni ichiga kirib turib, adobe.com shuni topasizlar. Mana shu yerdan aytaylik axtarib turib, Adobe o'zini topasizlar. Amazon misol uchun, Ego, Facebook qani endi. Hozir bu yerda parolni bu besparol kirgan. Agar shunaqa parolsiz kirgan bo'lsa, ya'ni mana bu yerda paroli bo'lmaydigan bo'lsa, akkauntlaringda prosta Chrome'ga o'tib yoki Yandexda bo'lsa, Yandex emailga o'tasizlar. Emailga o'tganingizdan keyin mana bunaqa Adobe'dan mana bunaqa kod keladi. Shu kodni emailga kirgizasiz programmaga, kodini yozasiz. Bo'ldi, все, programmaga kirasiz. Kirganingizdan keyin programma sizlarga dostуп beradi. Ya'ni mana bunaqa kod chiqarib beradi. Hozir screenshot qilib olaman. Это screenshot qilish mumkin emas ekan. Rasmga olaman. Xo'p. Qo'yib qo'yaman ekranga buni ham. Shunaqa kod beradi, shu kod bilan постоянно kirib ketaverasiz keyin. Любой programmaga ham Creative Cloudga ham shuni kirib turib, emailda yozasiz, pastiga shu kodini shuni yozasiz, bez parol kirib ketaverasiz. Creative Cloud o'zini o'rnatgandan keyin bu yerda shunaqa okno chiqadi. Har safar kirganingizda shunaqa okno chiqadi. Agar bu o'rnatib bo'lgan programmalaringiz, o'rnatmaganlaringiz bo'lsa, VC приложение ichiga kirasiz. Kirganingizdan keyin pastda mana programmalar bor. Bular hammasi уже siz pulini to'lab qo'ygansiz, bemalol установить deb bossangiz bo'ldi. Boshqa hech narsa qilmaysiz. Prosta aytaylik, mana Lightroomni o'rnataylik. Ustanovkani prosta bosasiz, internetingiz bo'lsa bo'ldi. Antivirusni o'chir, o'qil, buqil, tuda и так далее narsalar umuman kerak emas. Mana bunaqa so'rayapti. Короче, опыт bormi, yo'qmi bu programma bo'yicha deyapti. У меня большой опыт есть. Xo'p, редактировать фотограф, кредитировать фотограф, управлять. Редактировать фотограф. Настройка параметр. Видео и профессия.